Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bemorlar. Demak, bugun mavzuyimiz mexanik klapanlar va biologik klapanlarning farqlari, narxlari va ularni asoratlari haqida gaplashamiz. Demak, bugungi kunda O'zbekistonda 2-3 xil klapanlar bor. Demak, bu asosiysi mexanik klapan va biologik klapanlar hisoblanadi. Hozirgi kunda mexanik klapanlar, demak, temir klapanlar, xalq tilida aytganda mana klapanlar bo'ladi. Bu klapanlarning o'ziga xos plus va minus tomonlari bor, musbat va manfiy tomonlari bor. Demak, bu mexanik klapanlarimizni yaxshi tomoni bemor uchun bu arzonligi, bu dalgovechni, demak, yuqori uzoq muddatda ishlab berishi mana shu plus tomonlari hisoblanadi. Lekin minus tomonlaridan bemorlarimiz, demak, bu klapanni qo'ygandan keyin har doim har 15 kunda qon analizlarini, demak, tahlil qilishlari kerak. MNO degan ko'rsatkichni, demak, ko'rinib turishlari kerak va bir umr varfarin degan qonni suyultiradigan dori vositamizni ichib yurishlariga to'g'ri keladi. Bu minus tomonlari. Bundan keyingi, demak, mavzuyimiz biologik protezlar. Biologik protezlar hozirgi kunda bir nechta davlatlar ishlab chiqaryapti. Demak, biologik protezlarga keladigan bo'lsak, biologik protezlarni mexanik protezlardan ishlab berish vaqti ozgina kamroq. Biologik protezlarga ishlab berish muddati 20 yildan 30 yilgacha. Bundan tashqari, hozirgi kunda urf bo'lgan biologik klapanlar. Bu biologik klapanlar, demak, Rossiyaniki, Qozog'istonniki, bundan tashqari Shvetsariyaniki yoki masalan eng yaxshilari Amerikaniki hisoblanadi. Biologik klapanlar, demak, mexanik klapanlardan farqli. Bu cho'chqani perikardidan yoki qoramolni yoki otni perikardidan olinadi. Bu biologik klapanlarimiz, demak, ishlab berish muddati mexanik klapanlarimizga nisbatan kamroq. Demak, 20-30 yilgacha, demak, garantiya beriladi.